Hech o'ylab ko'rganmisiz, nega Toshkentda kottej uylar bo'lib to'lashga uzoq muddatga berilmaydi? Chunki kottejlar uzog'i 6-7 oy ichida tayyor bo'ladi. Quruvchi esa 100% sarmoyani o'zi kiritadi. Uni ustiga uzoq yillarga bo'lib to'lash mijozning o'zi uchungina foyda. Ayniqsa shartnomada kottej narxi milliy valyutada rasman ko'rsatilgan bo'lsa. Chunki yillar mobaynida inflyatsiya va xorijiy valyutaning oshishi faqatgina mijoz hisobiga foyda bo'ladi. Lekin ular asosiy sabablar emas. Eng asosiysi kottej yo'nalishida bozorda raqobatdoshlarning yo'qligida va takliflar kamligida. Mijozlar esa bor takliflardan foydalanishga majbur. Quruvchilar esa taklif kam, demak istagan narximni sotaman deb o'ylashadi. Chunki Imorat kompaniyasi 2 yil avval qurilish bozorida ko'p qavatli uylar uchun hali hech qayerda berilmagan imkoniyatni taqdim etdi. Va ko'z tegmasin raqobatdoshlar ham ko'p o'tmay takliflar musobaqasini boshlab yuborishdi. Imorat kompaniyasi 8-fevral kuni soat 20:00 da bo'lib o'tadigan Imorat Hills loyihasi jonli taqdimot ishtirokchilariga 50 dona kottej uchun hali hech kim bermagan, to'g'rirog'i bera olmagan takliflarni taqdim etadi. 68 ming dollargacha chegirma, 50 oygacha foizlarsiz bo'lib to'lash imkoniyati, har bir kottej uchun Sergeli City loyihasidan bittadan bir xonali studiya uylar mutlaqo sovg'aga beriladi. Bilaman, bu takliflardan so'ng turmush o'rtog'imning dushmanlari yanada ko'payishi mumkin. Lekin ular juda qaysarlar. Bir narsa gapirsam, men xalq tarafidaman deb turib oladilar. Gapirganimning foydasi yo'q. Hoziroq profil shapkasidagi link orqali yopiq Telegram kanaliga obuna bo'ling.